maktabimizga yig'ilgan aziz ota-onalar, barchangizni xush kelibsiz deymiz. So'zimiz boshi salom, ish boshidir intizom. Mehmonlarga chin dildan deymiz salom, assalom. Assalom mehribonlar, assalom onajonlar. Salomim yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Bugungi bizning maktabimizda juda katta tantana. Bilimlarini namoyish qiladi har bir bola. Ustozlarning o'gitin dilimizga joyladik. Dilda hayajon bilan bayramimizni boshladik. Kela qoling bolajonlar. Assalom bolajonlar. Endi joylarimizni egallab olamiz. Davramizni ochib berish uchun maktabimiz direktori Gulnozaxon Ibragimovaga beramiz. Marhamat qiling. Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Avvalambor maktabimizga xush kelibsizlar. Mana bugun ajoyib tantanani guvohi bo'lib turibmiz. Hozir bulardan oldin 1-A sinfimizni savodxonlik bayramini o'tkazdik. Ular bayrami ham juda chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Xo'p, endi navbat 1-B sinfimizni savodxonlik bayramiga navbatni beramiz. Men shu fursatdan foydalanib, avvalambor bolajonlarimizga uzoq umr tilayman. Mana shu maktabda aqlli, a'lochi, dono bo'lib, kamida mana shu tumanimizning hokimi bo'lishini tilayman. Bularning baxtiga ota-onalarimiz ham sog' bo'lsin. Sizlar ham mana shu farzandlaringni orzu havasini ko'ringlar. Mana shu farzandlaringni orqasidan rahmatlar eshitinglar. Biz ham quvonib yuraylik shu farzandlaringning orqasidan. Bu bolajonlarimizga mana shunday tinch totuv yurtni doimo mana shu nazoratda olib turgan prezidentimizga rahmat. Mana shu bolajonlarimizga shunday tinchlik davlatimizni nazorat qilib turganlariga, shularni biz ham mana shu bilim berishda charchamaylik. Avvalambor ustozga ham rahmat. Mana shu savodxonlik bayramini mana shu bolalarimizni tashkillab chiroyli qilib, hop, bolalarimizda qiyinchilik bo'ldi, baribir oson bo'lmadi. Mana hozir o'zimiz guvohi bo'ldik. 1-A sinfni ham hozir mana bugungi tadbirimizni ham tomosha qilamiz, ochiq deb e'lon qilamiz. Xush kelibsizlar yana bir bor.
Rahmat Oya sizga ham. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bu bolalar 4 oy muqaddam maktabimiz dargohiga birinchi marta qadam qo'yib bosib kelgan edilar. Bugungi bilimlar mamlakatida sayr qilib yurishibdi. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harf tanimoq kerak. O'qish, yozishni bilish zarurdir. Qani ko'raylikchi, she'rlar, qo'shiqlar yod olishganmikan bolajonlarimiz? Birgalikda tomosha qilamiz. She'r va alifbo qo'shig'iga beramiz. Marhamat bolajonlar. Albatta biz harflarni qo'shib o'zimiz uchun sevimli bo'lgan vatan, ota-ona, ustoz, yurtboshi kabi so'zlarni hech qiynalmay yoza olamiz. Marhamat, hozir sizlar buni guvohi bo'lasiz. Bizni bag'riga bosgan bolalar yayrab o'tgan, yuksalaver yo'ldan yo'l O'zbekiston jon vatan. Farzandiga jon fido tinib tinchimas islom. Bardam salomat bo'ling ota-onam doimo. Bilimlar mamlakatini makon aylagan bizga ta'zimu rahmat deymiz. Bizdek aziz ustozga. Bilim olish yoqadi, demaylik charchadik sen, barcha fandan olamiz, ishoning doim yuz bor. Bizni sevib onadik, siratini bilmaysiz, mehnatingiz sarf qilib, doim bizni o'ylaysiz. Bo'lsin doim osuda, ona zamin albatta, osmon bo'lsin safo, biz sevgan ona yurtda. Rahmat sizga ustozim, bizni jondan sevdingiz, ongimizni uyg'otib, bilim saboq berdingiz. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bezaydi go'zal xulq, yaxshi odat. Bizlar maktab bo'yida o'qib olamiz bilim, kelajakda bo'laylik yurtga kerakli olim. Yosh avlodni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog' omon bo'lsin boshi. Rahmat sizga yurtboshi. Aziz ustoz, biz uchun doim bo'ling salomat, hurmat sizga, ta'zim sizga, ustoz sizga ming rahmat. Rahmat bolajonlar, juda chiroyli she'r va qo'shiqlar uchun barchamizni ko'nglimizni xushnud qildingiz. Joylarimizni egallab olamiz. Alifbo harflarni biz o'rgandik oz-ozdan,
Rahmat bolajonlar, juda chiroyli ijro etdingiz, barakallah. Aziz bolajonlar, sizga bilim berib, o'qish, yozishni o'rgatgan, chin yuragidan halol mehnat qilayotgan aziz ustozimiz Karim va Nargizaxon ustozni chin dildan tabriklaymiz. Bolajonlar, qarsak chalamiz. Hozir sahnada quvnoq kuylar sadosi ostida ijro etiladigan do'ppi-tiktim raqsiga beramiz. Marhamat o'quvchilar. Barakalla bolajonlar, juda ham chiroyli ijro etdingiz. Salom aziz mehmonlar, sizday yurak shodonlar. Qo'shiqlar yangraversin, kuylar jaranglaversin. Bolajonlar, davramizga kimdir yetishmayotgandek bo'lyapti-ya? Chaqiramizmi? Unday bo'lsa Qorboboni baland ovozda chaqiring. Eshitmayapti Qorboboni? Babajon, qiynalib qolmadingizmi yo'llarda? Assalomu alaykum bolajonlar. Barchangiz sog'-omonmisiz? Sizlarni ko'rib ko'zim juda quvondi. Bugungi ko'rinishlaringdan menga ham ulashasizlarmi? Davralaringda menga ham joy bormi? Barakalla. Rahmat bobojon, tashrif buyurganingiz uchun. Marhamat bobojon, charchab qolgansiz, stulingizga o'tirib olasiz. Bolajonlarimizni shu taronalarini tinglaysiz. Bobojon,
Navbat bolajonlarimiz ijrosida yigitlarimiz o'z chiqishlarini namoyish etadilar. Marhamat bolajonlar, davra sizga. Ataylar, ataylar, dars qildim bugun, oyim xursand bo'larmikandek. Olsam agar 5 baho farqin, badan ko'ngli to'larmikandek. Oyim hayron bo'lib qoldi yo, boshdan oyoq nazar soldi yo, shubhaga ham borib qoldi yo, rostdan dars qilarmikan deb dars qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'lolaman men, dars qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'lolaman men. Rahmat bolajonlar, shunday yepchil, chapqon yigitlarimiz sizlar bilan faxrlanamiz. Endigi navbatni bolajonlarimiz she'r va raqslarda emas, balki o'yinlarda ham faoldirlar. Endigi navbat stol o'yiniga beramiz. Marhamat bolajonlar. Zubaydaxon, Gulsumoy, Muxtasar, Ziyoda, Imonaxonlarni davramizga taklif etamiz. Marhamat bolajonlar. Beşta ishtirokchimiz qoldi, to'rtta stolga. Qo'llarni ko'taramiz, g'alaba o'quvchilar. Qo'llarni ko'tarib o'ynaymiz. Bitta stolni olib chiqib ketamiz. Took a ride out, baby, in the middle. I do believe. Bitta stolni olamiz. Marhamat bolajonlar. That you came up rough. I thought I was only trying to be gentle. O'quvchilar, bitta stolni olib chiqib keting. Sun coming up. You got a hot red hot now, babe. You got a hot red hot now, babe. You got a hot red hot now, babe. Qo'sh haqdadan o'quvchilar.
metjil chaqqon zikkolik bilan qarsak chalib qo'yamiz bolalarimizga. Endi davramizga qizlarni taklif etamiz malinka raqslariga. Marhamat bolajonlar. Trying to reach out, I get nothing coming. Missing your touch, but do you miss mine? Then when you call, I'm excited for nothing. Say that you would if you just had the time. You got hot red hot now, babe. You got hot red hot now, babe. You got hot red hot now, babe. Yeah. Can I melt it down somehow? Is there any time to find? Yeah. You said I should leave for the sun coming. You got a hot red hot now, babe. 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 You got a hot red hot, yeah. You got a hot red hot, yeah. You got a hot red hot, yeah. Rahmat bolajonlar, juda chiroyli ijro etdingiz. Qalbimizga xursandchilik olib keldingiz. Rahmat bolajonlar. Endi sahnada tabiat fasllari, go'zalligini aks ettiruvchi yoz o'tdi, kuz o'tdi raqsiga beramiz. Marhamat bolajonlar, davra sizlarga. Qorbobojon, zerikib qolmayapsizmi? Yoqyaptimi sizga ham? Yo'q, yoqmayaptimi? Birinchi sinf bolajonlari bular. Endi bog'chadan chiqqan bolajonlar. 4 oygina o'qigan davrlarda shu qo'shiq kuylarni jaranglatishyapti davramizda.
bolajonlar, juda chiroyli ijro etdingiz. Mana shu yangi yil kayfiyati hech birimizni tark etmasin. Shunday yaxshi quvnoq, shu shijoatli bo'lib yursin bolajonlarimiz. Barakalla, juda chiroyli ijro. Endi sahnamizga ikkita iste'dodli bolajonlarimiz tomonidan duet namoyish etiladi. Marhamat o'quvchilar. Rahmat bolajonlar, ijodingizga ijod qo'shilsin. Katta o'quvchilar ham bunchalik harakat qilsa ham o'xshamaydi bunga. Barakalla. Endi davramizga ko'z bog'lab o'yinchoq terish o'quvchilarimizdan taklif qilamiz. Bolajonlar tayyormisizlar o'yinchoqlarni terishga? Bo'la qoling, chiqing siz ham. Bolajonlar, qani tartib saqlab o'tirib olamiz. Chiroyli bo'lib qizalar jonlar. Bo'la qoling. Bolajonlar, sizni oyog'ingizni taglarida o'yinchoqlar bor. Hozir siz ko'zingiz bog'lab holda kim nechta o'yinchoq terib oladi? Oyoqlaringizning tagida to'la o'yinchoq o'quvchilar. Hozir boshlang deganimda boshlaysiz. Men 3 deganimda boshlaysiz. 1 2 3 boshladik o'quvchilar. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If
you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on a spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close. Rahmat bolajonlar, juda chiroyli ijro etdingiz. O'quvchilar, 7 yil pokligingiz shu yerdan bilindi. Ko'zlarni yechishga yordamlashaveramiz ustozlar. Qo'lingizdagini mahkam ushlang o'quvchilar. Hozir birgalikda sanaymiz. Yonimga keling, yonimga keling. Yonimga qator bo'lib turib oling, o'quvchilar kela qoling. Siznikini o'sha yerda sanaymiz, qizim. O'sha yerda sanaymiz senikini. Ashiga qo'yib qo'ying. Zubaydaxonni endi o'yinchoqlarni birgalikda sanaymiz. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta ekan. Zubaydaxonga barakalar, alqishlab qo'yamiz. Endi esa Ziyodaxonni o'yinchoqlarini sanaymiz. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitta ekan. Barakalla qizim, alqishlab qo'yamiz. O'tiringlar, o'tiringlar. Endi esa Imonaxonni o'yinchoqlarini sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alqishlab qo'yamiz. Juda yaxshi, barakalla. Gulsimoyxonnikini sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan alqishlab qo'yamiz. Barakalla. Endi Zinnuraxonni o'yinchoqlarini sanaymiz. Qani? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Barakalla bolajonlar. Zinnuraxonni olqishlab qo'yamiz, bolajonlar. Juda ham yaxshi, 7 yil chaqqon zukka o'quvchimiz. Barakalla. Juda chiroyli. Shuncha o'yinchoq yig'ibsiz-ya, shu o'quvchilarning oldida. Keling, mana Qorboboning sovg'asini sizga beramiz o'quvchi. Mana sizga. Barakalla o'quvchimiz. Barakalla, juda ham chiroyli. Joylarimizni egallab olamiz, o'quvchilar. Bobojon, xursandmisiz? Yoqyaptimi? Xursand bo'lib o'tiribsizmi? Zerikib qolmadingizmi? Juda yaxshi. Bunday bo'lsa, davramizga yigitlarimizni chorlab qolamiz. Yigitlarimiz onalariga bag'ishlangan chiqishlari bor. Marhamat davramizga yigitlarimiz. Yigitlarimiz onasini ham davramiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat onajonlarimiz. Yigitlar onasi. Mana basallar. Endi yigitlarimiz
ayyabaga turib olinglar, iltimos sizlardan. Bolajonlarimiz qo'llari bilan paypazlab onalari mehrini topishlari kerak. Qo'limizda ishlaganimizda onamizni ishlagan nima barmoqlarimiz nimasidan sezamiz o'zi aslida. Bittadan chiqsin. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything we could have been. Is it sinking in all your regret? No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I don't leave room to guess. When it ends, it ends. When it ends, it ends. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't. To'g'ri ketgan ota-onalar sizlarga ham rahmat. Birorta o'quvchi begona onani qo'lini ushlab, "Menga meni onam" deb ishlab qolmadi bu yerda. Qarang, onani shunaqa mehri jo'shib turarkanki, farzand uchun onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Har bir onani hech qachon ham ko'rmasin. Doim yangi yildek har kuningiz bayramday o'tsin deya, endi o'quvchilarimizni, bolajonlarni davramizga taklif etamiz. Navbat raqamlar raqsiga bir qo'la qo'ying bolajonlar, davramiz sizlarga. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have been
Barakalla bolajonlar, juda chiroyli ijro etdingiz. Agar 0 dan 9gacha raqam bo'lmasa, 100lik ham, 1000lik ham, har bitta sonimiz millionlar ham hatto yo'q bo'lar edi. Biz bilishimiz uchun, yaxshi o'qishimiz uchun biz raqamlarni o'qish, yozishda alifbelarni barchasini yoddan bilishimiz kerak o'quvchilar. Endigi navbatni hozir sizlar uchun bolajonlarimiz tomonidan tayyorlangan qiziqarli sahna ko'rinishga beramiz. Davramizga bolajonlarimizni taklif etamiz. Marhamat bolajonlar. Bolajonlar, Qorbobomiz boshqa joyga ham xuddi shunday bayramga borishlari kerak ekan. Qorbobomizga ruxsat beramiz, bolajonlar. Bobojon, sizga ruxsat beramiz. Xayrlashamiz Qorbobo bilan. Xayr. Yaxshi yetib oling bobojon, xayr. Bolajonlarimiz tayyor ekan. Boshlaymiz sahna ko'rinishimizni. Qizlarim, labbay oytan. Xullas gap bunda. Ertaga uyimizga sovchilar kelar ekan. Sovchilar kelganda sizlar gapirmaysizlar. Men o'zim sizlarning tillaring chuchuqligini ular bilib qolmasligi kerak. Men o'zim sizlarni maqtayman. Bo'ladi oyton. Boringlar, endi ishlangni qilaveringlar. Bo'ladi. Eshigingiz bo'lgani keldik biz. Aha, kimdir bormi? Kelinglar. Siz tuzuk. İlaha amin. Qadam yetti balo yetmasin. Toylar bo'laversin. İlaha amin. Sizda bir gul bor ekan. Bizda esa bulbul bor. Bulbulni gulga qo'ndirish kerak. Bizda bir emas 3 gul bor. Voy, muncha yaxshi chaqiringchi. Hop bilan. Halimaxonu qizim choy olib kel. Bu qizim Halimaxon. Qo'lidan tikuvchilik hunari bor. Oyoq qo'li chaqqon. Voy, muncha yaxshi. Qani ikkinchi qizingizni chaqiringchi. Karimaxonu qizim choy olib kel. Bu qizim Karimaxon. Bu qizim Karimaxon. Qo'li pazanda. Shirin pishiriqlar qiladi. Ha, yaxshi. Uchinchi qizingizni chaqiringchi. Salimaxonu qizim choy olib kel. Bu qizim Salimaxon. Bu qizimni qo'lida voy tita. Kelma. Iti gapib qo'ydim deb iymadi. Voy, ularni tili chuchug'aygan-ku. Voy, turing ketdik boshqa joyga boramiz. Voy, olmasam bularda tili chuchuq qizlarni
qo'ying. Bu marta bitta. Rahmat bolajonlar, juda chiroyli sahna ko'rinish bo'ldi. Hammamiz quvondik. Barakalla bolajonlar. Endi navbatni shar budashga beramiz. Chiqinglar bolajonlar. Bu yerda tufakni budayt. Hali boshlamang. Tufakni budayotganimizda chimchilab, nasa bilmaymiz, o'zimiz chiroyli qilib, budaymiz. O'zi yorligunga qadar budashimiz kerak, bolajonlar, bilasiz-a? Tartibni. Qani endi men 1 2 3 deganimda boshlaymiz. 1 2 3 boshladik. Azimjon oyatillani shar birinchi yo'lida. Olqishlab qo'yamiz Azimjonni. Barakalla, ofarin. Joylarimizni egallab olamiz, bolajonlar. Eng mehribonim onam, yaxshi yomonim onam, ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri. Onalarni madh etuvchi qo'shiqqa beramiz. Marhamat bolajonlar, davramizga. Open eyes to see the day the universe is made for me.
talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. Rahmat bolajonlar, boringizga shukr. Onalarimizni qalblarini ozgina ranjitib qo'ymadikmi? Sevinch ko'z yoshlari. Yangi yil oldidan bolajonlarimizdan sovg'alarni olib olasiz onajonlarga. Bugungi ijro orqali yosh avlodning onalarga bo'lgan hurmat, mehrini yana bir bor his etdik. Bolajonlarimiz ko'zlari quvonch bilan onalarni ko'rib, onalarga bo'lgan mehrlarni his etishyapti. Rahmat bolajonlar, juda chiroyli ijro etdingiz. Mahoratingizga omad tilaymiz, barakallah. Aziz bolajonlar, sizlar bizning eng katta boyligimizsiz. Yulduzlardagi kulgu hech, yuzingizda kulgu hech qachon so'nmasin. Qalbingizda mehr, dilingizda shirin so'z, yuragingizga vatanga bo'lgan mehringiz so'nmasin. Endigi navbatni davramizga ustozimizni taklif etamiz. Gulnoza Ibragimova oyani savodxonlik guvohnomasi bor o'quvchilarimizga taqdim etiladigan. Marhamat oya. Aziz bolajonlar, mana ajoyib sizlarni ko'rinishlaringni tomosha qildik. Ota-onalarimizga ham rahmat, ustozga ham rahmat, hamjihat bo'lib birgalikda mana shunday chiroyli tadbirlar tashkil etishdi. Mana shu bolajonlarimiz mana yaqinda 1-sinfga qadam qo'yib, maktabga yaqinda sumka tarqatayotgandik. Bolalarimizga ishonch bildirib, yaxshi o'qiysizlar deb bular bizga va'da berishdi. Endi mana shu va'dalarini uddasidan chiqib, mana endi maktab ma'muriyati tomonidan biz savodxonlik guvohnomasini topshiradigan bo'ldik. Endi mana shu savodxonlik guvohnomasiga ega bo'lgan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. Savodxonlik guvohnomasi. Aziz o'quvchim Abdusamatova Ziyoda, sen eng birinchi kitob alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib olding. Endi sen vatan, ona kabi eng ulug' so'zlarni o'qiy olasan va yoza olasan. Yodingda tur. Ushbu savodxonlik guvohnomasining sohibi doimo a'lo o'qishi, namunali xulqqa ega bo'lishi kerak. Mana shu guvohnoma bilan seni maktab ma'muriyati taqdirlaydi. Qani Zedoxon? Guvohnoma va qorbobomiz
sovg'asi bilan taqdirlaymiz. Mana shunday yana guvohnomamiz bilan Abdullay va Shahrinisoni taqdirlaymiz. Qani Shahriniso? Yana guvohnomamiz bilan Abdullayev Abdulhayni tabriklaymiz. Eng aqlli bolamiz. Yana saboqlik guvohnomasi bilan Abdumutal va Bigoyimni tabriklaymiz. Yana shunday guvohnoma bilan Ergashali va Shahloxonni tabriklaymiz. Qani Shahloxon? Mana shunday guvohnoma bilan Ziyadullayeva Zubaydani tabriklaymiz. Zubaydaxon. Yana shunday guvohnoma bilan Abduqahhorova Zinduraxonni tabriklaymiz. Barakalloh qizim, eng aktivistlarimiz. Mana shunday guvohnoma bilan Solijonov Nurmuhammadjonni tabriklaymiz. Barakalloh, eng aqlli Mana shunday guvohnoma bilan Ilhomjon va Muxtasarxonni tabriklaymiz. Barakalloh. Mana shunday guvohnoma bilan Muxtorjonov Azimjonni tabriklaymiz. Barakalloh. Eng aqlli o'quvchimiz. Qo'lbola sovg'asi. Xo'p, yana mana shunday guvohnoma bilan Valijon va Gulasanni tabriklaymiz. Barakalloh. Aqlli qizimiz. Yana shunday guvohnoma bilan Imonaxonni tabriklaymiz. Yana mana shunday guvohnoma bilan Hasanboyni tabriklaymiz. Shermamat Hasan. Barakalloh o'g'lim. Aqlli o'g'limiz, yaxshi o'qiydi. Mana shunday guvohnoma bilan Abdullayev Oyatullahni tabriklaymiz. Barakalloh Oyatullah. Mana shunday guvohnoma bilan Rasuljon va Rayhonaxonni tabriklaymiz. Barakalloh Rayhonaxon. Aloqalar endi yana ishonch bilan sizlarga maktabni guvohnomasini topshiryapmiz. Mana shunday guvohnoma bilan Shermamat va Zuhraxonni tabriklaymiz. Barakalloh Zuhraxon. Hasanboy bormi? Billa yetalab o'qitasana billa. Yana mana shunday guvohnoma bilan Sohibjonova Gulsumoyni tabriklaymiz. Aktivist qizlarimiz Gulsumoy. Barakalloh. Sovg'ani kim bilan yeymiz? Ha, Gulsumoy? Uka bilan. Mana o'quvchilarim, sizlarga mana maktab ma'muriyati tomonidan guvohnomalarimiz topshirildi. Bu guvohnomalarimizni sizlarga ishonch bilan topshirdik. Endi bundan buyog'iga sizlar bemalol yozishni, o'qishni o'rganib oldilaring. Endi mana 3-chorakdan yaxshi o'qib, yana bundan ham yaxshi faxriy yorliqlar olasizlar endi. Maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar, ota-onalaringizga tashakkurnomalar beramiz hammalaringga, yaxshi o'qiganlaringga. Xo'p, avvalambor yana xush kelibsizlar ota-onalar. Mana ko'rdik o'quvchilarimizni To'ray mobaynida shunchalik chiroyli harflarni o'rganib, savodlarini chiqarib, o'qish, yozishni o'rganishdi. Bunda ustoziga Nargiza Xoyani juda ham mehnat katta. Ustoziga avvalambor rahmat aytamiz. Xo'p, bular bilan birga hamnafas bo'lib ishlagan ota-onalarimizga ham rahmat aytamiz. Bundan buyog'iga ham mana shunday farzandlarimizni doim nazoratga olgan holatda maktab bilan birga ishlaysizlar degan umiddamiz. Yana bir bor hammalaringga Yangi yil bayrami
muborak bo'lsin. Mana shu 2026-yil omad, baxt keltirsin, barokat olib kelsin. Mana shu o'ylab yurgan niyatlaringizga yetishing. Mana shu doim farzandlaringiz baxtiga avvalambor sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmatlaringizni xohlaymiz. Rahmat oya, sizga ham kattadan katta rahmatlar aytamiz. Shu yerdagi shirin tilaklarga barchamiz qo'shilamiz. Bu guvohnomani o'quvchilarga taqdim etildi maktab ma'muriyati tomonidan. O'quvchilar shunga monand yigit qizlar bo'lishadi. Katta o'qishlarda o'qishadi, oliygohlarda o'qishadi, xudo xolasa oya, yuzingizni yerga qaratishmaydi. Bolalar ijrosida O'zbekiston qo'shig'iga beramiz. Marhamat bolajonlarimizni davramizga taklif etamiz. bolajonlar, sizlar qo'shiq orqali vatanimizga bo'lgan muhabbat, faxr va sadoqatingizni juda chiroyli ifodaladingiz. Barakalla bolajonlar. Azizlar,
Bugun bu yerda bolalar kulgusi yangradi. Ko'zlarida quvonch porladi. Yangi yil mana shu quvonchlarni hech qachon tark etmasin. Har bir bolalarimiz sog'lom ulg'aysin. Orzulari armon bo'lib qolmasin onajonlarimizni. Yangi yil qalbimizga nur, xonadonimizga fayz olib kelsin. Yangi yil yana bir bor barchangiz yangi yilni yaxshi kutib olasizlar. Bugun bu yerda yangi yil yakunlansa-da, uyimizda hali davom etadi yangi yil. Endi hozir navbat beradigan boshlang'ichlar metod birlashmasi bor. Mahkam va Ozodaxonoyani davramizga taklif etamiz. Marhamat, sizga so'z. Assalomu alaykum. Mana shu bizning maktabimizga tashrif buyurgan hurmatli ota-onalar hamda kasbdoshlar. Eng avvalo barchangizni mana shu ko'p kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim mana shu yangi yil barchamizni eng avvalo xonadonimizga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka bersin. Farzandlarimiz bizni baxtimizga hamisha sog' omon bo'lsin. Hammalaring xush kelibsizlar. Mana bugun ajoyib bir tadbir tashkilladik. Boshlang'ich sinfda tahsil olayotgan birinchi sinflar o'rtasida ikkala sinfni ham mana tomosha qildik, hamma ko'rdi. Bir-biridan ajoyib, bir-biridan chiroyli kuy va qo'shiqlar yangradi. Albatta buni zamirida sinf rahbarlari Dilnozaxon hamda Nargizaxonni mashaqqatli mehnati yotibdi. Men mana shu ikkala ustozga ham katta rahmat aytaman mana shunday tadbirni tashkillaganlaring uchun. Ilohim mana shu farzandlarni qanday maqsad bilan o'qitayotgan bo'lsalaring niyatlaringga yetinglar. Yuqori sinflarga ham chiqqanda boshlang'ich sinfda o'qitgan o'qituvchisini, ustozini uyaltirmaydigan, yuzini yorug' qiladigan farzandlar bo'lsin ilohim. Sizlar ota-onalar mana shu farzandlaringni orqasidan nimani niyat qilgan bo'lsalaring, istak qilgan bo'lsalaring, ro'yobini ko'rib, mana shu elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan soliha solih yigit-qizlar bo'lib ulg'aysin. Hammalaring yana bir bor xush kelibsizlar. Hammalaringga rahmat. Rahmat oya sizga ham. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi navbatni onajonlarimizga beramiz. Onajonlarimiz Hoji onamiz Tursunoy oya, sizni davramizga taklif etamiz va Shahnoza va Nigoralarga berar ekanmiz. Marhamat, davra sizlarga. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, ota-onalar, jajji bolajonlar. Barchangizni 2026-yangi yil bilan tabriklayman. Ilohim mana shunday yaxshi o'qishlarda o'qib maktabni a'lo baholarga bitiringlar. Ilohim mana shu olimpiadalarda, viloyat, respublikalarga chiqib barcha ustozlaringizni yuzini yoniq qilishingizni so'rayman. Barchalaringga mana shu 2026-yil omad, baxt, sog'lik olib kelsin. Mana shu Nargizaxonga, mana shu nabiralarimizga bilim berishida charchashmasin. Bularning bundan-da yuqori martabalarga ega bo'lsin. Yana bir bor mana shu maktabimizga kelganlaring uchun xush kelibsizlar. Rahmat oya, juda chiroyli tilaklar bo'ldi. Endi davramizga taklif qilganlarimiz chiqib oling. Keling, onajonlar. Hayotxonni davramizga taklif etamiz. Keling. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, jajji bolajonlarimiz, ustozlarimiz. Mana bugun yaqindagina qo'llardan yetaklab mana shu maktab ostonasiga boshlab chiqqan edik farzandlarimizni. Mana bugun hech qancha vaqt o'tmay shunchalik darajaga ko'rib xursand bo'ldik. Biz kutmagandik bunaqa bir tashkillangan narsalarni. Avvalambor mana shu maktab direktori Dilnoza Ibragimaga rahmat. Qolaversa mana sinf rahbarlari Nargizaxon,
Tan jonlari sog' bo'lsin. Allohim farzandlarni orzu havasini qilsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsalar niyatlariga yetsinlar. Katta rahmatlar aytamiz. Barcha ota-onalar nomidan rahmat aytamiz Nargiza. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu tarbiyalagan bolajonlaringiz orqasida rahmatlar eshitib yurishingizni tilaymiz. Xush kelibsizlar hammalar. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, hammalariga xush kelibsizlar. Mana shu tadbirni tashkillashtirishda kattadan katta yordam qilgan maktab ma'muriyatiga va Nargizaxonga, Dilnozorxonga, mana shu yerdagi barcha faol o'qituvchilarga kattakon rahmat aytaman. Mana shu farzandlarimizni injiqliklariga, sho'xliklariga juda chiroyli, go'zal odob, sabr bilan beryaptilar. Allohim bergan bilimlaringiz bu dunyoda ham oxiratda o'zingizga hamroh bo'lsin. Kattakon rahmat. Quvvat tilayman mashaqqatli mehnatingizda. Allohim ajr-savoblarni ham ko'ring. Katta rahmat maktab ma'muriyatiga ham rahmat aytaman. Yuzlaringiz yorug' qiladigan o'quvchilar bo'lsin Allohim. Rahmat. Tadbirlarga sizga ham rahmat. Aytganlaring kelsin, bu yerdagi barcha samimiy tilaklar barchamizga nasib qilsin deya Nargizaxon ustozni davramizga taklif etamiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, barchangiz xush kelibsiz. Mana hammamiz ozmi ko'p maza qilib, bolajonlarimizning chiroyli chiqishlarini tomosha qildik. Sizlarga ham katta rahmat aytaman. Shunchalik tadbir tashkillashingizda katta yordam berib, yonimda turganingiz uchun katta rahmat aytaman barchangizga. Men bolajonlarga tilaklarim juda ko'p. Ilohim bolajonlarimiz kelajakda yurtkoriga yaraydigan, ota-onasini yuzini yorug' qilib doimo rahmatlar olib beradigan, ilmli, bilimli, komil insonlar bo'lib voyaga yetishlarini tilayman. O'qishlarida doimo omadlar tilayman. Sizlarga ham rahmat kattakon. Rahmat ustoz, hayajondalar ustozimiz. Rahmat sizga ham. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ertangi yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Barchangizning xonadoningizga omad, quvonch, baxt olib kelsin. Hech qachon ko'z yosh ko'rmang, ko'zingiz nam bo'lmasin. Hamisha quvonch yoshlari bo'lsin. Endi davraga sahnamizga hamma ota-onalar va bolalarni taklif etamiz. Chiroyli taronalar bo'lsin. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you can see it in my eyes, that girl you've got
promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak on through the main floor. All night, let's take a shot. Keep moving and we won't get caught. Take a long way home. Tonight we're free to roam. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride. To the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. High on life, got a good buzz going. I've got no way of knowing what tomorrow's gonna bring me. Not gonna worry. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride. To the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming Men Karim va Nargiza Namangan viloyati Mingbuloq tumani 51-sonli maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib, maktabda 1 B sinf o'quvchilariga boshlang'ich sinfdan dars beraman. Men o'zimcha bu o'qituvchilik kasbini bunaqa qiyin, mashaqqatli deb oldin o'ylamagandim. Sinf olib, keyin o'zimni oldin o'qitgan o'qituvchilar boshlang'ich sinfda men ham o'quvchi bo'lganman. O'qitgan o'qituvchilarimni qanchalik mashaqqat, mehnat bilan bizni shu ilmlarni egallashimizda o'z hissalari borligini shu bugungi kunda bilib turibman. O'quvchilar aslida har bir insonni xarakteri har xil bo'ladi. Har bitta oiladan kelgan farzandni 17 ta o'quvchim bo'ladigan bo'lsa, 17 xil xarakterdagi farzandlar, o'quvchilar o'qishadi. Ular bilan til topishish, ularni xarakterlarini o'rganib, shunga mos munosabatda, muloqotda bo'lish ancha kuch-quvvat talab etadi. O'quvchilarimizni ba'zilari injiq, qaysarligi bor, uyquchilari bor. Darsda uyqusi keladigan o'quvchilar bo'ladi, qorni ochib ketadigan o'quvchilar bo'ladi. Joy talashib urushadigan o'quvchilarimiz bor. Endi bu o'quvchilarni har birini o'ziga yarasha xarakteridan kelib chiqib, munosabatda bo'lib, ularni tartibga chaqiramiz. Urushib qolgan o'quvchilarga eng birinchi o'rinda bir-biringizga mehrli, oqibatli bo'linglar deyman. Mehr ko'zda bo'ladi deyman va iloji boricha ularni yana urushib qolmaslik uchun alohida qilib joylarini uzoqroq qilib o'tkazib qo'yaman stollarda. O'quvchilarimga, barchalariga kelajakda hammalari o'zlari o'rinlarini topadigan komil insonlar bo'lishlarini xohlayman. Eliga, xalqqa, ota-onalariga foydasi tegadigan
ehson qiladigan katta saxiy boylardan bo'lishlarini xohlayman. Doim o'sha paytda ham meni eslab yurishlarini xohlayman. Ular birinchi kuni maktabga kelishganda, hop 17 ta bolaga qo'llaridan tutib yozdirish, birinchi boshqacha tuyulgan. Vaqtni qadriga yetishlarini xohlardim birinchi o'rinda. Hozir to'g'ri yoshlik qilib ular vaqt qadriga uncha yetishmaydi. O'yin qaroq albatta. Vaqtlaridan unumli foydalanib, zoya ketkazmasdan faqatgina yaxshi ijobiy hislatlarni rivojlantirish uchun o'zlariga vaqtlarini to'g'ri tartibga keltirib olishlarini, vaqtdan unumli foydalanishlarini xohlagan bo'lardim. Menimcha o'qituvchilik kasbida qoladigan o'quvchilarim Shahrinso, Begoyim, Zubayda, Imona, Zinnura, matematikadan Ilg'or, boshqa tashkilotchilik qobiliyatlari ham bor. Ularda o'qituvchilikka bo'lgan ishtiyoqlari bor. Doskada men yo'q paytimda ustoz bo'lib turishni xohlashadi hammalari. O'qishi, nutqi ravon o'quvchilarimni o'qituvchi bo'ladi deb o'ylayman.